mutlaqo bir xil. Ikkalasida ham +17 tadan. Nepalda ham xuddi shuncha guruhida ham sardorlar juda o'ziga xos tarzda ko'rishib olishdi. Omad tilab qo'yishadi albatta bir-birlariga. Omad lekin ikkala tomonga ham juda zarur. Terma jamoa baytni ko'rmoqdasiz. Litvalik jamoamiz boshimur Patrik de Vilde, belgiyalik murabbiy. Faoliyatini 2007-yildan boshlagan desak to'g'ri bo'ladi, lekin ancha-muncha tajribali murabbiy. Bahs boshladi. Bu hujumdan keyin to'p jarima maydoniga olib kirilyapti va oxirgi pallada zarba berishga ulgurmay qolindi. Burchak zarbasi bordek edi menimcha va shuning uchun o'yin startidayoq asabiylash, boshqa tomondan hakamlar o'yin startidayoq darhol keskin choralar qabul qilishmaydi futbolchilarga nisbatan. Biz o'yinni boshlagandek ko'rinmoqdamiz, lekin bu o'yin boshi. Mana shuni ham esdan chiqarmaylik. Demak, tarkibimiz darvozada birinchi raqam ostida Maftuna Jonimqulova. Umuman yurtimizda ayollar futbolini kuzatib borayotganlar menimcha tarkibdagilarning ko'pchiligini yaxshi bilishadi. Markazga to'p yetkazib berilyapti. Olisdan berilgan zarba qo'lga tegmadimikin? Va uchrashuvning ikkinchi daqiqasida salondaroq hakamga e'tiroz bildirgan Diyora Habibullayeva hisobni ochishga muvaffaq bo'lyapti. Men hatto pressing qo'llashga harakat qilishyapti. Ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, terma jamoamiz vakillari raqib to'p bilan harakat qilayotganda har bir yo'nalishni yopishga urinishmoqda. Mana 3 ta futbolchi orqada Nepalda va 3 ta yo'nalish bo'yicha ularga chiqib kelayotgan terma jamoamiz vakillari bor. Uzatish imkoniyati berilmadi, natijada olisga to'p yetkazilmoqchi bo'ldi-yu, lekin yo'qotishdi nepalliklar. Habibullayeva qarshi olish kerak. Shu o'rning o'zida xuddi shunday olib qo'yildi. Habibullayeva oldinga intilmoqda va uning yo'nalishiga to'p yetkazib berildi. Yaxshi chiqishni amalga oshirdi darvozabon. Bu jarana mana shuning o'zidan ham bilsa bo'ladiki, nisbatan saviya yuqoriroq. Ko'pincha ayollar o'rtasidagi futbolda, futbol bahslarida saviyasi ancha past bo'lgan jamoalar keladigan bo'lsa, darvozabonlar ikkilanib ham qolishadi. Chiqishni ham, chiqmaslikni ham bilishmaydi va buning oqibatida golni ko'ramiz. Lekin Nepal darvozaboni bu jarayonni vaqtida chiqib ketdi. Salondagi hujumimizda sezilyapti baribir terma jamoamiz vakillari saviyaliroq ekanliklari, kombinatsiyalar tashkil etish borasida ham, yo'llarni qidirib topish borasida ham afsus. Habibullayeva qarama-qarshi tomonga to'pni yo'naltirib yubordi. Jonimqulova to'pni egallash kerak. Xuddi shunday bo'ldi ham. Yonida Maftuna Shoimova bor. Hozir endi ehtiyot bo'lish kerak. Shoimova juda yaxshi joy tanladi. Oyoqning tashqi qismi bilan to'pni yetkazib beryapti sherigiga. Karachik to'pni egalladi. Oldinga qarab yugurmoqda Lyudmila. Jarima maydoniga kirib boradi. U kirib bordi ham. Bizga umumiy holatni namoyish etib bersa hozir yaxshiroq bo'lardi, sal ertaroq. Umumiy vaziyatni ko'rgan bo'lardik. Karachik jarima maydoniga kirib bordi va vaziyat avtogol bilan tugayapti. Barcha endi kutilgandek Lyudmila Karachikni tabriklaydi. Edi bu. Harakat chiroyli, lekin noaniq bo'ldi. Na sheriklariga emas, na darvoza tomon zarba emasdi bu. Balkim zarbadir. Jonimqulova mana bu yerda shoshdi biroz. Natijada Nepal to'pni egallab olyapti. Zarba bor va Jonimqulova rasman belgiyalik bosh murabbiy De Vilde va u himoyachidan voz kechdi. Himoyachi edi, hozir maydonni tark etgan, o'rniga yarim himoyachi tushirdi. O'yinni kuchaytirishga harakat qilyapti markazda. Jonimqulova juda ishonch bilan chiqmadi to'pga, amallab qaytardi lekin.
yaxshi o'ynadi Orhan Niyozova. Lekin bilasizmi, mana shu qaytarganimizdan keyin hujum rivojlanib ketmayapti. Ofsayd yo'qmikan yoki bormikan? Bahs davom etyapti. Chiroyli o'ynab qo'ydi. Olib qo'ydi, qoidani buzmagan holda Muhammad Karimova hamon yo'lda davom etyapti. Jarimadan kirib bordi. Kurashni davom ettirsa bo'ladi. Habibullayeva Diyorova top qo'l bilan o'ynaldi va nuqtaga ishora qilmoqda hakam. Penalti belgilayapti. Nepal darvozasi tomon penalti ishlab olishdi. Xo'sh, bu yerda yo'q. Mana. 22-raqam egasi Sarasvati Hamal. Mana shu nuqtada bosh murabbiy Patrik Devildagi sariq ko'rsatdi menimcha. Yonidagi adashmasam tarjimon shunchaki. Ha, Patrik Devilda Buyti Turang. Endi Patrik Devildada takror lavhani ko'rish imkoniyati bormi yoki yo'qmi men bilmayman. Menimcha yo'q bunaqa imkoniyati. Ammo biz ko'rdik takror lavhani, top qo'l bilan o'ynaldi darhaqiqat. Ammo balkim e'tiroz bildiradigan joyi bordir. Patrik Devildada tanaga tiyib keyin kelyapti-ku degan vajlari bordir. Qaror qabul qilindi. Shoimovaning zarbasi bilan hisob 3-1 ga yetyapti. Mutlaqo imkoniyat qoldirmadi. Birinchi taymda 2 gol farqi bilan o'tkazgandik, g'alaba qozongandik. Ikkinchi taymda esa 2 gol farqi bilan orqada qoldik. Qiyin hozir. To'qsoninchi daqiqa. To'p to'g'ri jarima maydoniga yetkazib berilishi aniq edi. Hakamga to'p tegdi. Hozir hakamga e'tiroz bildirilmoqda, lekin bu uchrab turadigan holat. To'p nepalliklarda bo'lgan holatda hakamga tegdi. Habibullayeva kimga edi bu to'p? 7 daqiqa vaqt qo'shib berildi ikkinchi taymga. Yuqoridan uzatilayotgan to'p, zarbaga imkoniyat qoldirmaslik kerak. Amallab yo'lini topishdi, lekin to'pni uzoqlashtirish olmayapti. Nihoyat sal uzoqlashdi. Shoimova hakam bo'lish kerak. Darvozabonlar o'zlarini qanday tutar belgilanmaydi. Nizomda qanday bo'lsa shunday. Tushuntirish beryapti. Zarba berish chog'ida qanday bo'lish kerak, darvozabonlar o'zlarini qanday tutishlari lozim. Bu ham muhim narsa. Biri Maftuna Shoimova aniq tarzda zarbani amalga oshirdi. Muvaffaqiyatli boshlab berdi. Bu muhim jarayon. Bu o'yin vaqtidagi penaltida ham, mana bunisida ham penaltilar seriyasida ham mutlaqo imkoniyat qoldirmadi darvozabon Anjana Rana Magarga. Ikkalasida ham alday oldi darvozabonni. O'z navbatida raqiblar jamoasining yetakchisi keldi. Uning zarbalari ham juda ishonchli bo'lganligini ko'rdik. O'yindan 2 golni rasmiylashtirdi. Sabitra Bahandari, uning boshlab berishi ham muhim. Bu jamoaning chinakam yetakchisi. Bahandari! Xatoga yo'l qo'ydi Bahandari. Darvoza ustunini nishonga oldi Bahandari.
Eslab o'tamiz, uning gollari 9 taga yetdi saralash bosqichida va u saralashning eng yaxshi to'pirari bo'lib turibdi. Bilasizmi, hozir zarbani yana aniq amalga oshirishimiz muhim. Chunki 2-0 hisobda oldinga chiqib olsak, Nepal tarkibida keladigan o'yinchiga nisbatan bosim yana ham kuchayadi. Uray olmay qolsamchi degan hadik bosishni boshlaydi. Umida Zoirova, Umida sal ishonchsizroqdek ko'rindi-yu, lekin Urolni o'zi ham bir qo'rqib ketdi-yu. Hadik bo'ldi o'zida ham. Chunki darvozabon yo'nalishni topdi. Darvozabon menimcha to'pga tegindi ham. Chap oyoqqa berilgan zarba. Ha, zarba kuchlilik qildi darvozabon uchun. Agar xuddi shu holatda bo'lganda, menimcha Maftuna jonim qo'liga qaytarib yuborardi. U qo'llari uzunroq, bo'yi uzunroq. Hozircha Maftuna qaytarish kerak. Maftuna qaytara olsang, umidimiz yana ham kattalashadi. Lekin Maftunani alday oldi. Gitarrani. Maftuna o'zidan o'ng tomonga harakatlandi, Gitarrani esa chap tomonga yo'naltirdi. 2-1. Madina Hikmatova zaxiradan maydonga tushgan o'yinchi. Uzoqlashmadi lekin to'pdan. Madina. Zarbasi ishonchli, aniq. Juda ham ishonchli chiqdi Madinaning zarbasi. Raqib darvozabonning bo'yi u qadar baland emas. Shu bois yuqorilatib burchaklar aniq tarzda nishonga olinsa, qaytarish qiyin bo'ladi. Qaytara olmayapti ham. 3-1. Xo'sh. Sabita Rana Magar. Sabita Maftuna bu safar endi chap tomonga tashlandi, to'p esa o'ng tomoniga yo'naltirildi. 3-2. So'nggi bo'lib zaxiradan maydonga tushgan o'yinchi Asalxon Aminjonova boryapti. Endi bilmadim nima maqsadda tushirildi, chunki o'sha pallada o'zi zaxiradan maydonga tushgan Elvina Abliyakimova jarohatga duch keldi, uni zambilda ko'tarib olib chiqib ketishdi. Uning o'rnini to'ldirish uchun tushirildimi yoki aynan penaltilar seriyasi uchun tushirildimi, buni aniq aytish qiyin. Lekin maydonga tushgandan beri Asalxon Aminjonova to'pga teginmadi ham. 4-2. 4-2. Hozir Nepal futbolchisining zarbasi hal qiluvchi ahamiyat kasb etishi mumkin. Maftuna darvozabon keldi. Anjana Rana Magar. O'ta muhim palla. Va! Maftuna jonim qo'liga olib chiqdi. Qutqardi. Bartaraf etdi. Ha, qadrli do'stlar, ikkinchidan boshida aytib o'tgandik, matonat ko'rsatish kerak.